Endi 4 ta darmet o'rtog'ingiz kelib, mana shunaqa qilib, hali ham bochka ustiga o'tirg'izib yursam, kelinglar, paddonning ustiga o'tiringlar. Mana qilib choyni uzatib, hali ham qiynalib yursam, O'zbekistonda yangilik do'stlar, buni ko'rib bitta baho bering. 410 ming so'mdan bo'lgan shunaqangi ajoyib stol-stullarimizni ishlab chiqarish narxida xarid qilsanglar bo'ladi. Bunisini 410 ming so'mga, bunisini ham 410 ming so'mga. Bo'ldi, endi yerda o'tirib, paddonda o'tirib choy tayyorgan davr o'tdi. Kelinglar, o'tiringlar, ko'ringlar buni. Sifatlari 100% yong'oqdan bo'ladi, orqalari ko'rayotganinglardek shunaqangi bantikli qilingan bo'ladi. Xullas ko'rayotganinglardek Xudo anda mehmon, xullas Germaniyadan kelgan tanishlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'tirib qo'ysanglar, bu mebelni bemalol Italiyadan oldim deb turib maqtab o'tirg'izib qo'ysanglar bo'ladi. Yo'q, menga sal kichkinaroq kerak deydiganlar uchun 315 ming so'mdan shunaqangi ajoyib stulimizni xarid qilsanglar bo'ladi. Ko'rayotganinglarda 310 ming so'mga. Xohlasanglar mana bunaqangi miramir rangini, xohlasanglar oq rangini xarid qilsanglar bo'ladi. Yo'q, menga kattaroq bagattisi kerak deydiganlar uchun shunaqangisi ajoyib 410 ming so'mga xilma-xilini xarid qilsanglar bo'ladi. Orqalari ko'rayotganinglardek bantikli qilingan bo'ladi. Pastki raqamlarga tez aloqaga chiqib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Bu videoni Darmet o'rtog'inglarga tez jo'natib qo'yinglar.